Sizlar bilan biznes menejer ochishni o'rganamiz. Biznes menejer nima uchun kerak? Biza target reklamalarni yoqishimiz uchun reklamni akkauntlar ochish kerak bo'ladi. Biza bitta biznes menejer ichidan bir nechta reklamni akkauntlar ochamiz. Bizaga biznes menejer o'shaning uchun kerak bo'ladi. Men hozir qisqacha qilib sizlarga xohlasanglar chizma ko'rinishida ham ko'rsatib bera olaman. Hozir bir daqiqa. Misol uchun bu joyda bunaqa qilaylik. Mana target deylik. Target yoqishimiz uchun bizaga Facebook akkaunt va Instagram akkaunt kerak va bular bir-biriga ulangan bo'lishi kerak. Chunki bizani reklamalarimiz va shu sahifalar chiqadi. Bu narsa bizada bor, nastroyka qilingan, bir-biriga ulandi. Undan keyingisi ikkinchi etapda bo'lsa bizaga так Ads Manager'da reklamalar yoqadigan как doska joy kerak. U joyi biza reklamni akkaunt deb ataymiz. Reklamni akkaunt ochishimiz kerak bularni yoqishimiz uchun. Ya'ni reklamalarni yoqishimiz uchun. Reklamni akkauntimizni ochish uchun esa bizaga biznes menejer kerak bo'ladi. Biznes menejer kerak bo'ladi. Biznes menejer ochganimizdan keyin buni his qilamiz. Mana biznes menejer ochganimizdan keyin bu biznes menejer ichidan bir nechta reklamni akkauntlar ochamiz shu biznes menejer ichidan. Har bitta olgan proyektimizga alohida reklamni akkaunt ochilishi kerak. Ya'ni reklamni akkauntda o'sha karta ulash joylari bo'ladi, har xil nimalar bo'ladi, analitikalari bo'ladi. O'shaning uchun har bitta reklamni akkauntga bittadan biznes loyiha olinadi. Siz bitta loyiha oldingizmi, bitta reklamni akkaunt ochasiz. Ikkita loyiha oldingizmi, ikkita reklamni akkaunt ochishingiz kerak bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu biznes menejer asosiy narsa hisoblanadi targetingda. Hamma sozlamalar bo'limi, nastroyka bo'limi mana shu joyda bo'ladi. Bu как sozlamalar bo'limi desa ham bo'ladi. Endi biz yana bitta narsani o'rgandik. Biznes suite degan biznes suite platformasini. Bu biznes suite bilan biznes manager farqi nimada? Bu faqat Facebook va Instagram bir-biriga ulab turuvchi platforma. Buni ichidan ko'rib chiqdik nima ishlar qilish mumkinligini. O'sha postlarni qo'yish mumkin, analitikalar ko'rish mumkin va zayavkalarni olish mumkin. Uni keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Bir-birini farqiga borsanglar yaxshi. Misol uchun biznes sahifa deyiladi Facebookda. Biznes sahifa, biznes menejer, biznes suite farqiga borgan bo'lsanglar juda ham yaxshi. Tak. Undan keyin hozir biza biznes menejer ochishni o'rganib chiqamiz. Biznes menejer ochishni bir necha xil usullari bor. Buni birinchi yo'li email pochta orqali ochish, ikkinchi yo'li esa yangi Facebook akkaunt va yangi Instagram akkauntni bir-biriga ulab avtomat biznes menejer yaratish uslubi hisoblanadi. Ikkalasini ham ko'rib chiqamiz. Eng keng tarqalgan usul hisoblanadi ikkalasi ham. Birinchi Chrome'ga Facebook business.facebook/select deb yozganimizdan keyin bu joyga bosamiz. Bu joydan bizada
biznes menejerga kirib ketyapti. Biznes menejer manda nimalar ochilganligi uchun shunaqa bo'lyapti. Tak, joydan qilsa bo'ladi. Tak, manda hozir biznes menejerim bo'lganligi uchun manda unaqa okno ochilmayapti, lekin sizda boshqacha okno ochiladi. O'sha payti siz nima qilasizlar? O'sha joyda sozdать tugmasi bo'ladi o'zi. O'sha payt sozdать tugmasini bosasizlar. Men hozir buni bu joydan qilyapman. Juda ham qiymat. Sozdать tugmasini bosganingizdan keyin o'sha ko'k yozuv turadi. Mana bunaqa ko'k yozuvda o'shani bosasizlar va sizda mana shunaqa okno paydo bo'ladi. Bu oknoga birinchi o'rinda kompaniyangizni nomini yozasizlar. Misol uchun, meni biznes menejer nomi Maya Plus 2 dedim va botga pochta kiritamiz. Botga pochta kiritdim. Mana xuddi shunaqa bo'ladi ko'rinishi. Kompaniyani nomi, ism familiyangizga tegmaysiz va pochtani kiritasiz. Отправить bosamiz va bizada yangi biznes akkaunt ochilgan bo'lishi kerak, ya'ni biznes menejer. Ozgina kutamiz. Ko'rib turganinglardek, bizada уже biznes menejer ochildi. Endi biznes menejer ochilgandan keyin birinchi qilinadigan ish uni подтвердить qilishimiz kerak. O'sha email pochtamizga tasdiqlash uchun tak parol boradi. Hozir ozgina kutinglar. Tak, menga hozir kelmayapti nimagadir. Может, spamga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Spamda ham yo'q. Mana, konfirm qilishimiz kerak. Mana spamga tushib qolgan ekan. Может, spamni ham qaraysiz. Email pochtalardan подтвердить bosasizlar. Подтвердить. Va sizda biznes menejerga o'tib ketish kerak bo'ladi. Mana, вот. Уже sizda bunaqa okno ochiladi. Men просто buni Gmailda ochyapman. Sizda ma'lum nimaga boradi. Bu joydan подтвердить qilib yuborasizlar. Email pochtalardan. Menda просто email pochtaga уже nima ochilmadi. Nomer qilish kerak. Bu joyda bundan ochganda nomer shart emas, o'shuning uchun bunda ochib sizlarga ko'rsatib beraman. Tak, mana menda уже настройка bo'limi chiqdi. Bu ya'ni biznes menejer o'sha targetologlari настройка bo'limi. Bu joydan reklamniy akkauntlarimizga kimgadir adminlik berishimiz ham mumkin, reklamniy akkauntlar ochishimiz ham mumkin, svязкаlar har xil ishlar qilishimiz ham mumkin. Hammasini ko'rib chiqamiz hozir. Tak, chap tarafimizda настройкаlar, o'ng tarafimizda qilinadigan ishlar. Birinchi, люди. Kimgadir adminlik bermoqchi bo'lsa, людini bosamiz va пригласить людini bosamiz va bu joydan uni email pochtasini kiritamiz. Mana, уже bunga yuboriladi. Bu joydan hech nimasiga tegmaymiz. Mana Dalini bosamiz va bu joydan tanlaymiz. Hozir mana strange ham tanlab bo'lmayapti. O'sha joylar sizda reklamniy akkaunt ochilsa, reklamniy akkaunt ustiga bosib, o'sha reklamniy akkauntni belgilab, пригласить berib yuborsangiz, faqat unga reklamniy akkauntlaringiz ko'rinadi. O'sha bergan reklamniy akkaunt botda разрешение berasizda. Instagram akkauntlar botga hali hech nima ulanmagan, yangi o'shanga hech nima yo'q botda hozir. Shu joydan kimgadir adminlik beriladi. Keyingi yana ishlatadigan narsamiz partnyor kerak emas bizga, bu ham kerak emas. И страница. Bu joyga страница ulab qo'ysa bo'ladi. Tak. Qaranglar. Hozir bizada уже reklamniy akkauntni blok qilib qo'ygan. Bu juda ham oddiy blok desa ham bo'ladi. Chunki har bitta yangi ochilgan payti
bitta blokka sovoladi Facebook. Sababi sizni bot yoki bot emasligingizni bilish uchun. Hozir biz agar bunaqa narsa chiqsa, hech nima qilmaymiz, sразу Facebookga kiramiz. Facebookga kiramiz. Facebookga Ads Manager'ga kirishimiz kerak bo'ladi. Facebook ichidan Ads Manager'ga o'tib ketsa bo'ladi bu joydan, yokida bu joyga Ads Ads Manager deb yozasiz va mana bu joydan o'tsangiz ham bo'ladi. Nachatni bosamiz. Yaxshi bo'ldi. Blokka tushgani. Hozir sizga blokdan chiqishni o'rgataman. Juda ham qiyin narsa emas. Blok bu yangi boshlayotgan targetoplarda bo'ladigan eng ko'p narsalardan bittasi. Shuning uchun blokka ko'p e'tibor berish shart emas. Mana bu joyda mana My Plus 2 ga blok kelgan. Tak. Bu narsani qayerdan bilamiz? Ads Manager'ga kiramiz. Mana bu 3 ta chiziqchani bosamiz. Facebook ochgandan keyin u sizda уже Ads Manager ochib bergan bo'ladi. Ads Manager bu shaxsiy Ads Manager bo'ladi. Keyin biz uni ichidan Business Manager o'rnatib, ichidan yangi reklamli akkauntlar ochamiz. Hozir biza kiradigan joy bu joy bo'ldi. Tak. Buni ustiga bosamiz. Center поддержкаga va bosganimizdan keyin bu joydan blok bo'lgan akkauntlarimizni ko'rsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hozir yangi ochgan akkauntimiz sразу blok bo'ldi. Bu oddiy Facebook'ga botlari qilgan parol, ya'ni botlari qilgan blok. Bundan juda ham oson chiqib ketish mumkin. Запрос проверкani bosamiz. Запрос проверкani bosamiz. Sizni так как nima deydi? Odamligingizni bilish uchun. Hozir bu joyga robot emasligimni aytolman. Undan keyin menga telefon raqamimni kiritishni so'rayapti. Men bu joydan O'zbekiston topaman. Tak. Mana O'zbekiston nomerimni kiritaman va unga parol boradi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, parol kelyapti. Mana Facebookdan menga parol keldi. Va подтвердить bosaman. Bu bilan menda hozir akkaunt blokdan chiqishi kerak. Elektron pochtaga kiramiz. Tak, asosiyga o'tamiz. Pochtaga. Tak, spam ko'ringlar. Может, spamga kelgan bo'lishi mumkin. Открой.
Tak, hozir narigi akkauntimizdan qiluvdik. Hozir buni ham blokka tiqqan ekan. Ikkalasini blokka tiqqan. O'shuning uchun narigida kod bormay qoldi. Hozir mana bunday ko'rsataman. Запрос проверкаga bosamiz, начатni bosamiz. Ya'ni robot. Решить. Va o'sha nomerimizni kiritamiz. Nomer kiritgandan keyin уже parol keladi bizga. Parolni kiritamiz. Va bu joyga o'sha email pochtamizni kiritamiz haligi. Mana endi sal to'g'riroq bo'ldi. Narigida shunaqa baglar chiqib turadi. O'sha payti Facebookga bitta kirib chiqib olishinglar kerak bo'ladi. Va bu joyga уже email pochtamizni kiritamiz. Справить для кода. Haligi payt ko'rgan bo'lsanglar, hech qanaqa email pochta kiritmadimda, birdan kod so'rab qoldi mendan. Уже u bug kiradi. O'sha paytda bitta kirib chiqib olasizlar va mana bunaqa qilib to'g'rilanib qoladi. Ana endi bizga kod keldi. Tak. Bu kodni zo'r. Bu kodni olamiz. Kiritamiz. Dalyani bosamiz. Va bizda lishnost tasdiqlash uchun pasportimizni yuborishimiz kerak bo'ladi. Tak, pasportimizni kasrli variantda hamma joyi ko'rinishi kerak. Misol uchun qo'linglar tushib qolmasligi kerak. Bitta stolni ustiga hech nima bo'lmasligi kerak. Yonida misol uchun qanaqadir puchka turmasligi kerak. O'shani tiniq qilib hamma nimalari ko'rinib turgan bo'lishi kerak. O'sha rasmni bu joyga yuklaysizlar. Men hozir yuklayman pasportimni. Pasportimni yukladim. Продолжitni bosaman. Tasdiqlashni. Undan keyin bu joyga buni bossanglar bo'ladi. Endi bu joyga yozasizlar. Ustini bilmasanglar oddiy. Tak, mana bu yerda ruscha yozamiz. Oddiy переводчикdan foydalanamiz. Oddiy. Mana akkauntimga hech kim kirmagan. Men bot emasman. Men hozir sizga shaxsiy ma'lumotlarimni yubordim. Ko'rib, mani blokdan chiqaringlar. Всё. Buni yozib qo'ysak bo'ladi. Отправить yuboramiz. Va bizani 48 soat ichida ko'rib chiqib, bizani blokdan chiqarib olish kerak bo'ladi. Tak, hali ham bunda bug bor. Bu bug misol uchun ertaga ochilib qolishi mumkin. Buni ham kursimiz davomida ko'rsataman blokdan chiqqanini sizlarga. Blokdan chiqqanda shunaqa qilib yuborasizlar. 48 soat ichida sizni biznes menejeringizni blokdan chiqarib tashlaydi. Shu tariqa siz biznes menejerni ochishingiz mumkin. Keyingi darslarimizda biznes menejerda reklamli akkaunt ochishlari, hamma narsasini ko'rib chiqamiz. Keyingi dars